Xo'p, 15-misolga yetib keldik. Ifodaning qiymatini toping deyapti. Ifodaning qiymati, xo'p, bu misolda keltirish formulasidan topamiz. Demak, mahrajlar turaveradi o'z holida, chunki bular alfa bilan 90 orasidagi burchaklar. Alfa bilan 90 orasidagi burchak, bu ham 10 gradus ham alfa bilan 90 orasidagi burchak. Hammasini suratda ham shunaqa kichkinaroq graduslarga keltirib olishimiz kerak. Kichkinaroq graduslarga keltirsak, demak, tangens 250 ni men tangens 180 plus 70 qilib olaman. Bo'laveradimi? 180 ga 70 qo'shsangiz 250 beradi. Biz keltirish formulasiga qo'yavermoqchimiz. Taqsim tangens 70 plus sinus 320 ni ham sinus buni nima qilib olamiz? 270 plus 50 qilib olamiz. Xo'p, taqsim sinus 40 plus kosinus 170 plus kosinus pi minus 10 gradus qilib olamiz. Buni ham 180 yozib ketsak bo'laverardi. Xo'p, 180 minus 10 gradus taqsim kosinus 10. Xo'p, endi qaraymiz. Bu tangens 180 buni chizib olsak, tangens 180 bu yerda 180 ga 70 gradus qo'shilsa ekan. 180 alfa shu yerda joylashgan ekan demak. Shu chorak, ya'ni 3-chorakda tangens nima? Plus. Demak, plus qilib ochamiz. Tangens plusdan bo'ladi. Old ishorasi tangens 70 bo'ladi. Endi pastdagisi sinus 270 yana chizamiz. Xo'p, 270 bu yerda joylashgan. 270 ga 50 gradus qo'shilsa ekan, demak 4-chorakda joylashgan. 4-chorakda sinus nima? Ishorasi. Sinus ishorasi. 4-chorakda sinus ishorasi manfiy. Demak, manfiydan ham bu 270 bo'lgani uchun bu yerlarda va tepada va pastda 270 va 90 graduslarda almashadi, ya'ni o'zini sherigiga almashadi, kosinusga almashadi. Kosinus 50 gradus bo'ladi. Minusdan ishorasi bor. Endi buniki 180 da almashmaydi. Kosinus faqat bu tepadagi, ya'ni sinusni nimasi bor-ku, koordinatasi. O'sha koordinatalarda bo'lsa, nima sherigiga almashadi. Agar kosinus bo'lsa sinusga, sinus bo'lsa kosinusga almashadi. Endi kosinus koordinatasida bo'lsa, ular almashmaydi, o'z holicha qoladi. Ya'ni 0 da, 180 da, 2 pi da almashmaydi. Pi taqsim 2 bilan 3 pi taqsim 2 shunga o'xshash sonlarda graduslarimiz almashadi. Endi bizda hozir kosinus 180 minus alfa. 180 bu yerda joylashgan. 180 dan 10 gradusda ayiramiz. Demak, bu ikkinchi chorak. Ikkinchi chorakda kosinus manfiyga teng. Bu kosinus 180 bo'lgani uchun bu koordinatada almashmaydi. Demak, kosinus minusdan bo'ladi. Ishorasi kosinus 10 gradus bo'ladi. Ana endi bo'ldi. Hammasini bitta qilib yozamiz. Xo'p, tangens plusdan bo'lgan ekan. Tangens plusdan 70, tangens 70 taqsim tangens 70 minus deb turing. Minus ekan, demak, minus oldiga ta'sir qiladi. O'zi plus edi bizda. Bu yer ishora plus edi. Bu minus ta'sir qilib ketib, minus bo'ladi. Kosinus 50 surat kosinus 50 taqsim sinus 40. Xo'p, minus, yana minus ta'sir qiladi. Bu minus ta'sir qiladi. Oldi plusligi uchun bu minus ta'sir qilib minus bo'ladi. Minus kosinus 10 gradus taqsim kosinus 10 gradus. Endi shiq ketdi. Xo'p, bu yerda 1 qoldi, bu yerda 1 qoldi. Birdan birda ayirsangiz 0, demak buni o'zi qolyapti. Buni keltirishimiz kerak yana. Buni minusdan kosinus 50 taqsim sinus 40 qolyapti. Sinus 40 bo'lsa, endi kosinus 50 ni biz kosinus 90 minus 40 qilib olsak bo'ladi. Kosinus minus 40. Xo'p, taqsim sinus 40. Endi kosinus 90 da almashadimi, yo'qmi?
almashadi. Chunki bu sinusni koordinatasida turibdi. Sinusni koordinatasida 90, ya'ni 90 minus 40 gradus. Demak, 90 bo'lgani uchun bu kosinus sinusga almashadi. Sinus bo'ladi 40 gradus yozib qo'yamiz. 40 taqsim sinus 40. Xo'p, endi hammasini bitta qilib yozsak, buni oldidagi ishorasi manfiy ekan, minus. Endi bu bilan bu ketsa, minus 1 chiqadi. Endi bu yer 1 edi, yozaylik. Birinchisi tanginslar qisqargandagisi 1 edi. 1dan ayiramiz 1ni, ayiramiz. Bu ketgan 1ni ham. 1ni. Teng ketdi, minus 1 degan javob qolyapti. Javobimiz shu.